Dasturimiz davom etadi. Yong'indan ogohlik umummilliy kompaniyasi tadbiri doirasida Kogon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan aholi xonadonlari va ijtimoiy obyektlarda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish masalalariga bag'ishlangan targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Targ'ibot tadbiri Kogon shahridagi Mirzo Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etildi. Unda Kogon shahar hokimligi, shahar favqulodda vaziyatlar, tuman gaz, ichki ishlar bo'limlari hamda hamkor tashkilotlar ishtirok etishdi. Asosiy maqsad 2025-2026 yilda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish, is gazdan zaharlanishni oldini olish, noqonuniy elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvlariga ulanganlarni aniqlash hamda muammolarni bartaraf etishdan iborat bo'ldi. Shuningdek, ko'p qavatli hamda yakka tartibdagi xonadonlarning qish mavsumi oldi mo'rilarning tozaligiga ahamiyat qaratish va yong'indan ogohlik umummilliy kompaniyasini namunali o'tkazish maqsadida har bir xizmatning vazifalaridan kelib chiqqan holda ishchi guruhi shakllantirildi. Ishchi guruh tomonidan hududdagi 10-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qozonxonalarining kuz-qish mavsumiga tayyorgarligi ko'zdan kechirildi. Bolalar kelajagimiz egalari, ularning salomatligi har jihatdan yaratilgan sharoitlar bilan bog'liq. Shu boisdan qish mavsumiga maskanning tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega. Targ'ibot tadbir davomida ma'muriyatning yong'in xavfsizligi qoidalari hamda bolajonlarni turli xil xavflardan muhofaza qilish tadbirlari bo'yicha bilim va ko'nikmalari oshirildi. Shuningdek, tadbirlar Buxoro davlat pedagogika instituti akademik litseyning yotoqxonasidagi talabalar bilan ham davom etdi. Unda favqulodda vaziyatlar va yong'inda to'g'ri harakatlanish borasida suhbatlar o'tkazildi. Talabalarga yotoqxonada va ijaraga olingan kvartiralarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yong'in, is gazdan zaharlanish, havo gaz aralashmasi kabi baxtsiz hodisalarni yuzaga kelish sabablari haqida ma'lumotlar berildi. Ishchi guruhi Mirzo Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'inidagi aholi xonadonlarida bo'lishar ekan, bu yerda fuqarolar o'rtasida targ'ibot tadbirlari olib borish barobarida gaz va elektr uskunalarining sozligi ham ko'rikdan o'tkazildi. Boshqaruv servis kompaniyalar tomonidan xonadonbay ko'p qavatli uylarning dudbo'ronlarini tozalash ishlari olib borildi. Oylik doirasidagi tadbirlar davom etmoqda.